Assalomu alaykum, sizlar bilan aka Behruz. Men hozir Tulpor Buxorodaman va sizlarni bu yerga kelishingizni tavsiya qilaman. Siz bu yerda mazza qilib otlarni minib kelasiz. Narxlarini videoning oxirida aytib qo'yaman. Aytishlaricha, otlar qo'rquvni bittada sezadi. Shuning uchun otga minishdan oldin qo'rquvni yengish kerak. Yana otlar insonlarning juda ham yaxshi eslab qolish qobiliyatiga ega. Bu yerdagi otlar juda ham yuvosh va aqlli ekan. Otlarni sabzi yoki qand bilan rag'batlantirsangiz, ular faqat sizga bo'ysunadi. Video davomida aytib o'tganimdek, bu yerning narxi soatiga 100 ming so'm, yarim soatga esa 50 ming so'mga tushadi. Sizlar bilan aka Behruz bo'ldi. Meni kuzatib boring va kanalimga obuna bo'ling. Like tugmachasini ham bosib qo'ying. Xayr!